Dostlar, Toshkent mahallasi, Toshkent ko'chasidan bugungi obzorimiz bo'ladi. Bilgan biladi, Toshkent mahallasi shunday lotokli ko'cha bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Shunday ko'chadan kirganimizda katta pazarni xoti bo'ladi. Do'stlar, e'tibor bersanglar, joyimiz baland etib, yaxshi etib solingan. O'ng qo'limizda kotel joylashgan. Kotelimiz ham kirgan yerda bo'ladi. Bu yerda gaz, svet, Wi-Fi'dan hech qanday muammo yo'q. Shaharning kindigida joylashgan desak ham bo'ladi. Bu yerimiz ko'tarma pul qilib, oilaviy o'tirish zonasi qilingan. Joyimiz bir taraflama solingan. Bemalol uyning ishlarini hozir sizlarga obzor etib beraman, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Vaqti zo'r joy. Pazarni xotdan chepga kirganimizda shunday katta hol bo'ladi. Xonalari hammasi razelniy. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 xonaning eshigi ana shu holga qarab bo'ladi. Birinchi xonamiz mehmonxona bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bemalol 30-40 odam sozanlar ham bo'ladi. Katta zal. Agar mabodo endi hozir bunda katta zallar shart emas, ana shu yerdan o'zi o'rni bor ekan, fundamentdan bor ekan, shu yerdan bo'lib turib, bu yog'ini zal qilib, bu yog'ini yana bir spandek qilsanglar bo'ladi. Sababi ana shu yerda eshik o'rni bor. Endi bular zalni kattaytirish maqsadida paxsani olib tashlab katta zal ochirgan, lekin hozir bunday zal kerak emas. Tap shu yerdan fundamenti bor. Paxsasini o'rib turib, ana shu yerda eshik ochib olsanglar, bu yerimizdan plus bir spandek bo'ladi. Bu yog'imiz ana shu katta zal. Shu zaldan chiqqanimizdan keyin to'rimizda yana bir katta shunday bir xona bor. Bu yerimiz spandek qilsanglar ham bo'ladi. Endi bu oilaviy o'tirish xonasi ekan, televizorlari, gungna peshlari ehtiyoji. Endi bu yerda gaz VIP qo'da, lekin ehtiyoji gungna pesh ham qurilgan. Bu tarafimizda spalni. Ikkinchi spalni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, spalnimiz ham keng. Ko'chaga qarab oynalar bor. Oynalari plastik akvadan qilingan, yaxshi deb ishlangan. Endi bu yerimizda ham aytganimday, shu bo'lsanglar, ana shu yerda eshik o'rni bor. Yarim karvich. Shunday ichilsanglar yig'iladi, eshik qo'yib olaverasizlar. Bu tarafimizda bir xonasi bor ekan, bu yerimiz remontlanmagan. Ko'rib turganingizdek, bu yer ham katta bir spalni bo'ladi. Ko'chaga qarab oynasi bor. Ağaçlarni ko'rsanglar bo'ladi. Hamma yer shunday o'g'ir so'g'achlar bilan bostirilgan, zo'r. Endi bir zal bo'lmaydi desanglar, mana bu yerda yana bir zal o'rni bor. 4 ga 9 metrlik zal ekan. Bu yerni remont yo'q ekan, shuning uchun yo'q qo'ygan ekanlar. Odam o'zlari chiroyli etib ishlab olaveradi. Joyimiz yaxshi, pollari ham hozir bir taraflama solingan. Endi sizlarni orqa hovli bilan tanishtirib o'taman. Uyimiz ko'rib chiqdinglar. Bemalol endi orqa hovlini sizlarga tanishtirib o'taman. Tarafimiz oshxona bo'ladi. Shunda orqaga chiqqanimizda katta naves, ağaçlar ham yaxshi etib bosilgan. Naves. Aytganda ya zalning izi bo'ladi. Katta zali bor, 9 metrga 4 metrlik. Orqa hovlisini ko'rdinglar bilan. Mevali daraxtlari vaqti ajoyib. Bunday bog' barpo etamiz desangiz ham 2 yil vaqtingiz ketadi sizning. Mana sizlar uchun tayyor bog' bo'ladi. Orqa tarafida molxonalari hamma narsa joylashgan. Oqar suvdan umuman muammo yo'q bu yerda. Shunday nasos yanadi 1 minutda ostida suv o'tadi. Arka taraflarında bemalol mol qo'yib boqsanglar bo'ladi. Molxonalari bor, hamma sharoit yetarli. Ajoyib, o'zingiz ana shunday keng bir hovlingiz bo'ladi. Uyimizni ko'rib, tanishib chiqdinglar do'stlar. Ko'rganingizdek mana joyimiz 20 metrga 60 metr, 20 dan 12 sotix xat hujjatning hech qanday muammo yo'q. Gaz, svet, Wi-Fi hammasi bor. Eng muhimi shaharning kindigida aytganimdek bozor, hamma yerga yaqin, bog'cha, maktab, oila yerda bo'ladi. Adres. Hammaga adres qiziq. Adresimiz Ellikqal'a Bo'ston shahri, Toshkent mahallasi, Toshkent ko'chasi 9-joy bo'ladi. Ko'chaning boshida nasos bor. Nasos yonida lotok suv o'tadi. Suvdan muammo yo'q. Narxini kelsak, narxini egalari 45 ming dollar deb aytdilar, lekin egalar bilan gaplashib, tushuntirib, WhatsApp orqali gaplashdik. 40 ming dollarga ko'ndirib qo'ydim. Ustida ozgina poyg'asi bor. Bu videoni ana shunday Toshkent mahallasidan joy olaman deb turgan tanish bir shaharga qo'yamiz. Ko'chasi yaxshi, keng, qo'shnilari bu mahallada ko'pchilik bo'ladi, yaxshi odamlar yashaydi. Bir ozuq o'chirib, zo'r, ajoyib ko'cha bo'ladi. Shuning uchun yurakchani qizartib qo'yib, g'irra joy olaman deb turgan tanishlarga tashlab qo'yamiz. Hammaga rahmat. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib tursangiz esdan chiqmasin.